Assalomu alaykum hammaga. Bugun operatorlar haqida gaplashamiz. Operatorlar, masalan, arifmetik amallar, oddiy amallar, qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, taqqoslash, solishtiruv, true false qiymatlar va mantiqiy amallar bilan ishlaymiz. Kelinglar playgroundga o'tamiz. Playgroundda oddiy matematik amalni bajarib ko'raylik. Var a teng 20 deylik. Variable b teng 10. A ni b ga qo'shsak necha qiymat hosil bo'ladi? 30 qiymat. A dan b ni ayirsak 10 hosil bo'ladi. Ko'paytirsak 200, agar bo'ladigan bo'lsak 2 hosil bo'ladi. Oddiy ko'paytirish, bo'lish amallari bular. Matematikadagi amallar bilan bir xil bo'ladi. Birinchisi, o'tgan darslarda ko'rib chiqqanmiz, buni konsolimizda ko'rsatish uchun ishlatiladi. Kelinglar endi b ni a ga bo'lib ko'ramiz. Var d teng b bo'lamiz a ga. Print qilamiz buni ham. Kelinglar buni pastroq qilib qo'yaylik. Print d. D ni print qilamiz. 0 chiqdi. Nimaga 0 chiqdi? Bunaqa 0 chiqmasligi kerak-ku. Buning sababi biz bu joyda buni e'lon qilmaganmiz yoki buni double deb hisoblash uchun nuqta 0 qilib yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda uning ichidagi mayda qiymatlarni ham hisoblaydi. Endi biz 10 ni 20 ga bo'lsak, yarimdan hosil bo'ladi. Shu oddiy ko'paytirish, bo'lish amallari. Boshqa katta kichik belgilari. Kelinglar taqqoslash amallarini ham bajarib ko'ramiz. Kelinglar var d ni ishlataylik. A deylik. Var teng bo'ladi a plus emas. A tengmi b ga degan savol qo'yamiz. Ya'ni ikkita teng avalimiz shart amal hisoblanadi. Demak, false. A b ga teng emas. A b dan kattami? Demak, shart amallarda ha. A b dan katta deb beryapti. Kichkinami deydigan bo'lsak, bizga false qiymat qaytariladi. Bizda ikkitali ham qo'yish mumkin, katta yoki teng. Agar shunda biz buni ham 20 qiladigan bo'lsak, katta yoki tengmi? Ha. Kichik yoki tengmi desak ham ikkala amalni ham bajarish imkoni bizda paydo bo'ladi. Taqqoslash amallarini ko'rib chiqdik. A b dan katta, b dan katta ko'rdik. Xo'p, bu amallarni mantiqiy va amallari va so'roqlarni ham tekshirib ko'ramiz. Kelinglar shuni ikkitali amal qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Va bizda yana ikkita qiymatimiz bor edi. D. Mana, kelinglar a b dan foydalanamiz. Savol bo'lyapti. Teng bo'lyapti. A b dan katta yoki tengmi? Ha. B dan katta yoki tengmi? Ha. Ikkalasi ham true bo'lganligi uchun bizda true amali qaytyapti. Agar buni 10 qilib qo'yadigan bo'lsak, biz amallar false. Katta yoki tengmi deyiladigan bo'lsa, ha deyiladi. Lekin a kichkina yoki tengmi deydigan bo'lsak, yo'q. Shuning uchun true va false qiymat qaytadi.
Ya'ni matematikadagi amalga o'xshab plyus bilan minus birlashadigan bo'lsa, bu minus hisoblanadi. Mantiqiy amallarni ham ko'rib chiqdik. Davom etamiz. Xo'p. A-dan kattami true, biz ham xuddi shunaqa. Ha. Mantiqiy ko'paytirish bo'lish amallaridan tashqari bizda bunday bo'lish amali ham bor. Masalan, var number 1 teng 10 deylik. Var number 2 teng 3 deylik. Ko'radigan bo'lsak, buni ikkalasi ham int deb hisoblanyapti. Demak, var bizga nima kerak? Natija kerak. Natija teng deymiz. Number 1 da number 2. Print qilib natijani ko'raylik. Uch chiqdi. Demak, 10 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 3 chiqdi. Lekin bizga bir qayerda qoldi deydigan bo'lsak, buni ham alohida chiqarsak bo'ladi. Mesela natija 2 deb olamiz. Buni bo'lishning o'rniga foizli bo'lish ishlatamiz. Print natija 2 ni ko'raylik. Natija 2 ni ko'radigan bo'lsak, endi bizda 1. Demak, xulosa shunday bo'ladiki, 10 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 3 butun qismi, qoldiq qismi 1. Qoldiqni chiqarish uchun biz foizli bo'lishdan foydalanamiz. Shunday operatordan foydalanib ketiladi. Demak, biz hammasini bajardik, hisobladik, ko'rdik. Kelinglar, bizga vazifa kalkulyator yozib bering. Ikkita sondan 5 ta amal natijani chiqaring, qo'shib, ayirib, ko'paytirib, bo'lib. Ballarni baholang. 10 dan katta kichikni solishtiring. Masalan, bu natija oling. Masalan, men aytdim-ku 10 dan kattami, 20 dan kattami yoki kichkinami? Shu kabi. Chegirmani hisoblab ko'ramiz. Demak, minimal talab 5 ta arifmetik amal bilan ishlaymiz. Har doimgidek taqqoslash bor. Chuqurroq o'rganamiz. Hammaga rahmat. Sog', salomat bo'ling.